Salom aziz do'stlar. Siz iTunes kanalidasiz. Mening ismim Pavel. Va qancha deb o'ylaysiz? Bir din avtomobil radiosi 2025 yilda hayratga solishi mumkinmi? Bilmayapsizmi? Men hozir aytaman. Men yo'q. Haqiqatan. Men shuni aytishim mumkin. Bu noto'g'ri. Boshlaymiz. Ehtimol 601 modelidan ko'rib turganingizdek Tinder 2 yoritgich mavjud. Shaxsan men bunday yechimni hali hech qayerda ko'rmaganman. Rozi bo'ling. Bu juda ajoyib uslubda ko'rinadi. Shuningdek, yangiliklar bu Abstort 101 modellari va ularning o'ziga xosligi nimada deb so'rasangiz, bu yerda batafsil to'xtalish kerak. Lekin avval o'rnatishdan boshlaymiz. Shunchaki bunga qarang. 2 barmoq, 36 mm, shunga qaramay ikkala magnitolada. Ham yaxshi ovoz kuchaytirgichlar o'rnatilgan. An'anaga ko'ra, ehtimol biz ochish va to'plamni ko'rib chiqishdan boshlaymiz. 601 modelida biz Euro ulagich, masofadan boshqarish pulti, magnitola chiqarish uchun kalitlarni ko'ramiz. Stiker. Brendli, iTunes, kafolat taloni va foydalanish qo'llanmasi. 401 modelida kafolat taloni, foydalanish qo'llanmasi. Va Euro ulagich kalitlari bilan, lekin yoritish haqida aytdi, o'rnatish joyi haqida aytdi. Ularda yana nima qiziqarli? Siz so'raysizmi? Xo'sh, birinchi navbatda bu yerda bunday narx segmentidagi magnitola uchun juda yaxshi kuchaytirgich o'rnatilgan. Bu 7388. U standart dinamiklar uchun yetarli quvvat va tushunish uchun yaxshi ovoz sifatini ta'minlaydi. Bunday ovoz kuchaytirgich Android magnitolasida 20 ming rubl atrofidagi narx siyosatida o'rnatiladi. Va bu hali hammasi emas. Bizning magnitolalarimiz turli xil formatlarni, hatto plat formatini ham o'qiydi. Hozir ko'rsataman. Plat formatini o'qishni tekshiramiz. Albom, ikkita track, fayl, turi, flat, ajoyib. Biz flash diskni chiqaramiz. Bir guruhda studiyaga yuguramiz. Sadaf, qaramabsiz. Musik ko'rinmas. Xo'sh, 601 ana endi 401. Subtitrlar Dimat Rizov tomonidan tayyorlangan. Xo'sh, o'ylaymanki, savol yopildi. Endi bizning magnitollarga yaqinroq qarash vaqti keldi. Biz 601 modelidan boshlaymiz. Asosan klassik boshqaruv, treklarni almashtirish, play stop, albomlarni tartibsiz o'zgartirish, takrorlash va hokazo. O'ng cho'ntakda ikkita tipiga joylashgan biri tez zaryadlash imkoniyatiga ega, shuningdek skarta uchun slot va out ulanish joyi. Orqa tomonda biz 3 ta ulanish joyini, antennaga va mikrofon uchun chiqishni ko'ramiz. Va sigortalar bilan Evropa ulagichi. Radiodagi menu rus tilida, siz ovozni sozlashingiz mumkin. Equalizer o'rnatish va ovozni yaxshilash. Bundan tashqari ovozni o'chirish tugmasini bosib ushlab turish orqali biz orqa yorug'lik rejimlarini o'zgartirishimiz mumkin. Bizda oldindan o'rnatilgan 5 ta oldindan sozlash. O'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin. Subtitrlar Dimat Rizov tomonidan tayyorlangan. Yoki oddiy rangni o'rnatish, masalan, ko'k. Endi Abstort 101 ni ko'rib chiqamiz. Boshqaruv bo'yicha bu yerda hamma narsa tushunarli. Treklarni almashtirish, play stopmi? Albomlarni o'ng cho'ntakda almashtirish. Bizda ust joylashgan. Tipe va tipet. Tipet bizda tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi.
sim karta uchun slot va afsullanish joyi mavjud. Tort 101 modelda menu ingliz tilida, lekin equalizer qo'lda o'rnatish imkoniyati mavjud. Equalizer bo'limiga kiramiz, tugmani bosib turamiz va kerakli chastotani tanlaymiz. Qo'shib yoki kamaytirish mumkin. Equalizer on, tiban. Tort 101 modelda shuningdek, klassik evrik himoyachisi 2 ta. Bitta ulanish joyi va adentim chiqishi mavjud. Do'stlar, xulosa qilish vaqti keldi. Agar siz ajoyib uslubli magnitola qidirayotgan bo'lsangiz, APS 601 modeliga e'tibor berishni tavsiya qilaman. Agar sizga qat'iyroq dizaynda va pastroq o'rnatish ustunligiga ega magnitola kerak bo'lsa, unda APS Tort 101 tomon qarang. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Albatta, like bosing va sharh qoldiring. Bu sharh sizga qanday yoqdi? Bizning yangiliklarimiz haqida fikringizni yozing. Ushbu videoni ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqqa obuna bo'ling. Siz bilan Pavel Ativ kompaniyasi bo'ldi. Hammaga xayr.